chiroyliroq qilib yoz. Yana xattotlarimiz tushuna olmay qiynalishmasin. Shuni aytib tursam, o'zlari yozsalar bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Xattotlarga tayyor matnlarni, qo'lyozmalarni ko'chirib yozishgan, agar bilsang. Bilaman, xatosiz yozgan bo'lsam bo'ldi. Mana. Katta chiroyli chiqibdi, rahmat. Endi anavi yerga borib, xattot amakiga tashlab kelsang bo'ldi. Menmi? Sen kelguningcha men ba'zi ma'lumotlarni aytib turaman. Keyincha sen ham fikring bo'lsa aytasan, maylimi? Bo'pti. Xattotlikchi bolalar qadimgi san'at turi. Ularni zamonaviy tilda noshirlar, yanayam soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, nusxa ko'chiruvchilar deyish mumkin. Masalan, bir o'rtog'ingiz onajonini tug'ilgan kuni bilan tabriklamoqchi. O'ylaganlarini hammasini qog'ozga tushirmoqchi. Qarasa, yozuvi unchalik yaxshi emas. Shunda darrov sizning oldingizga kelib, o'rtoqjon, yozib bergin. Seni yozuving shunaqangi chiroyli deydi. Siz xursand bo'lib, "Xo'p" deysiz. Yozib berasiz. Qaysidir ma'noda sizcha xattotlik qilgan bo'lasiz. Ayni xattotlik sababli kompyuterimizga turli yozuv shakllari kiritilgan. Siz ularni yaxshi bilasiz. Tayyor matnni bir zumda bir-biriga o'xshamaydigan shakllarga keltirishingiz mumkinmi? Mumkin. Bu zamonaviy xattotlik. Lekin chinakam xattotlik bu katta maktab. Uni o'rganish uchun juda katta sabr kerak. Xattotlik juda qadimdan rivojlana boshlangan. Osiyoda kitob bosish, ya'ni hozirgi tilda aytadigan bo'lsak, nashriyotlar paydo bo'lguncha qo'lyozma kitob tayyorlash, ularning nusxalarini ko'paytirish, ya'ni matnini ko'chirib yozish bilan-chi aynan xattotlar shug'ullangan. Xattotlarchi shoh saroyida guruh bo'lib ishlashgan. Shohning farmonlarini, yangiliklar, xalq hayotidagi voqealarni yozishga ulgurishlari kerak bo'lganda. Xattotlar har bir harfga san'at darajasida qarashgan. Kim chiroyli yozish bo'yicha musobaqalar, bellashuvlar bo'lgan. Manbalarda yozilishicha, Temuriy shahzoda Boysung'ur Mirzo Hirotda kutubxona tashkil qilib, bu kutubxonada musavvir, naqqosh va boshqa ustalar bilan birga 40 dan ortiq xattotlar qo'lyozma kitoblari tayyorlash, yaroqsizlarni qaytadan ta'mirlash bo'yicha shug'ullanishgan ekan. Xattotlar san'atiga bag'ishlab juda ko'p kitoblar nashr qilingan. O'sha kitoblarda yozilishicha, xattotlar asosan 10 xil yozuv usulidan foydalanishgan ekan. Ularni sanaydigan bo'lsam, kufi, nastalbiq, sus va yana ko'pgina xat turlari bor. Mafibik, mening xatim tayyor bo'ldimi? Tayyor, mana ol. Rahmat senga. Men buni ramkaga solib uyingga osib qo'yaman. Boshqalarga ham ko'rsatgin. Manfibek tayyorlab berdi deb alohida ayt. Aytaman, xavotir olma. Qo'shiq qilib ham aytaman. Sen doira chalib turasan. Doira? U nimaga kerak? Uni qayerdan olaman? Doiranimi? Qayerdan olar eding? Usta sozgarlardan olamizda. Bahonadacha qanday tayyorlanishini hamma deb olamiz. O, kelishdik.